Probeklari qaytarilmoq xudo xohlasang. Xudo xohlasa Cobalt'imiz baraka bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, qadrli podpisklar. Bugun xudo xolasa 18-noyabr 2025-yil kuni savdomiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan kuzovlari 24 o'g'on avtomat korobka Cobalt mashinamiz sotildi. Mashinamiz 60.000 km yurgan. Bugun azonda reklama qo'ydik hali. 4-pokoleniya metan gazi, kraskalari rodnoy, yumshoq pollari toza qo'yilgan. Ina yangi bozordan Nodirbek akamizdan naqd pul asosida 137 million so'mga sotdik mashinani. Tabriklaymiz. Yaxshi kunlar, to'ylar amingaysiz. Xayrli mashina bo'lsin. Rahmat. Tilaklaringizni aytarasiz. Tilaklarimiz kenglar, ko'nglar, arzon sifatli mashinalar shu yerda Qo'shko'pir, boshqa yerlardan qaraganda hador arzon ekan. Hammaning yo'l yo'lga keldingiz. udobniy yerlar bor. Aylanib shu yerga keldik. Kraska probek tekshirdik. Hammasini tekshirdik. Ko'ngildaginni. Probeklari halol, kraskalari toza. Chotki mashina gap yo'q. Xudo xolasa keyin yelganingizda iloji boricha kattaroq mashina berganmiz. Yana bir tabriklaymiz. Rahmat. Esa hammangiz kutib qolamiz, bemalol avtosalonga kelaverasizlar.